Assalomu alaykum, bizni kuzatib turganlar. Farg'ona viloyati Rishton tumani Cheknasirdan qishlog'ida navbatdagi katolimizni o'rnatdik. Shogirdlarimiz katta. Katolimiz haqida ma'lumot berib olamiz. Ko'mirimizni turishi, terenga o'xshaydi. Qopqog'ini ozgina tutadi. O'shani yopib turadi. Katolimizni qo'shimchalari, miyasi, stabilizatori, motor reduktori, havo pudegani, komplektda bo'ladi. Mana bunda ketmonchasi tozalash uchun. Katolimiz yonishi bel olmagan ko'mir yonyapti hozir. 4 daqiqa bo'lyapti. Issiqligi. Tepasini yonishi ko'rishmayapti. Bu haqiqat ketib, bog'dan chiqib, xullas ilgarilama qaytma harakat bilan aylanib chiqib ketadi. Kimga shunday katollarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 90lik 164 44 88. Ikkinchisi 99lik 100 57 93. Tutamiz. Uyda dicha suv bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomeri 91lik 116 0979.